Tupoy so'zini o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Opa, ko'rsating mana. O'zbekcha varianti opa. Pushka demoqchiman. Po'latgich. Oynali jahon. Finjon. Oldi ishida o'ynashdi. Har yili 21 oktyabr sanasida yurtimizda o'zbek tili bayrami keng nishonlanadi. Bu kun o'zbek tilining naqadar go'zalligi, boyligidan dalolat beradi. Shu munosabat bilan ayrim so'zlarning o'zbekcha tarjimasini Toshkent aholisidan so'rab chiqdik. Internet so'zini o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Ijtimoiy tarmoq. Marketing so'zini o'zbekchasi. Bilmayman. Konfet so'zini bilasizmi? Yana chashka so'zichi. Finjon. Krushka. Finjon. Televizor so'zini o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Televizor. O'zbekchasi. Ano, Nima edi? qanaqadir ekran, zangor ekranmi? Zangor ekran. Yana radio so'zini o'zbekchasi. Gapiruvchimiz. Chashkachi. Chashka. Ano, ichadigan. Yo, chashka. Finjon. Televizor so'zini o'zbekchasini bilasiz? Oynali jahon. Gazetachi. Jurnal. Radio qanaqa bo'ladi? Oldi ishida o'ynashdi. Marketing so'zini tarjimasi. Konfet so'zini o'zbekchasi. Konfet. Ano. Konfet. Televizor. Zangor ekran. Radio. Radio. Marketing so'zini o'zbekchasi. Marketing. Yo'q, bu menimcha shu savdo nima bilan bog'liq? Targ'ib qilish bilan bog'liq. Konfet so'zini o'zbekchasi. Konfet? Konfet so'zini obakidomda. Televizor qanaqa bo'ladi? Televizor. Internet so'zini o'zbekchasi ijtimoiy tarmoq. Marketing so'zini o'zbekchasi. Marketing. Bilmam, reklama bo'lsa kerak menimcha. Marketing yo'q. Shubabra so'zini o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Po'latgich. Konfetchi. Konfet. Shirin shokolad. Chashka so'zini bilasizmi? Bokal. Krushka. Radiochi. Radio bilmadim. Gazetachi. Gazeta. Jurnal. Chashka so'zini o'zbekchasi. Chashka. Finjon. Krushkachi. Krushka ham menimcha finjon bo'lishi kerak. Shubabra qanaqa bo'ladi? Lata qo'yiladigan taxta. Chashkachi. Piyalani jinda o'rischasi. Tupoy so'zini o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Opa, ko'rsating mana. O'zbekcha varianti opa. Televizor so'zini o'zbekchasi. Oynali jahon. Oynali jahon. Radiochi. Ovozli xabarmi? Ovozli xabar. Tupoy so'zini o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Tentak. Internet so'zini o'zbekchasi. Jahon nimadir tarmog'i deyilar edi. Jahon tarmog'i. Nimadir tarmog' edi. Jahon tarmog'i bo'lishi kerak. Yana shubabra so'zini o'zbekchasi. Yo'q, bilmadim. Po'latgich. Marketing so'zini o'zbekchasi qanaqa bo'ladi? Marketing. Bilmayman, shu savdomi nimadir bo'lishi kerak. Marketing. Radio so'zini o'zbekchasini bilasizmi? Televizorchi. Oynali jahondirmidi? Radiochi. Radioni eshitmagan ekanman. Chashka qanaqa bo'ladi o'zbekchasi? Krushka demoqchiman. Konfet so'zini o'zbekchasi. Shirinlik bo'lsa kerak emas. Konfet so'zini o'zbekchasichi. Konfet. Yo'q. Shu bir bola deyiladi. So'rg'ich. Ofitsiant qanaqa bo'ladi? Xizmat ko'rsatuvchi. Yo'q, men aytay. Xizmat ko'rsatuvchi. Yo'q. Aytaman, tilimni ichida. Ketadi. Bilaman. Nima edi? Bilaman. Internet so'zini o'zbekchasi. Internet so'zini o'zbekcha internet. Marketing so'zini o'zbekchasini bilasiz? Marketing reklama. Yana konfet so'zini o'zbekchasi. Yo'q, bilmayman. Televizor qanaqa bo'ladi o'zbekchasi?
Gazetachi. Gazeta. Bular o'ylayman, chetdan kirib kelgan so'zlarda, O'zbekistonga o'zlashtirma so'zlar deb o'ylayman. Chashka so'zini o'zbekchasi. Finjon. Krushkachi. Yo'q, finjon. Gazeta qanaqa bo'ladi? Radiochi. Radio.